avtobuslarimizni yo'lovchilarimizga, xalqimizga nima deysiz, ishonishsa bo'ladimi yo'qmi? Mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, yo'l davomida to'liq soprovождение qilib keldik. Hech qanaqa o'sha yo'lda kelishgacha muammo bo'lmasin deb ishonsa bo'ladi xalqimiz. Hozir mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz Instagramda, YouTube'da video rolik qo'yamiz. Mana yaqinda bitta bloger chaqirib video rolik ishlattirdik, qo'ydik. Ko'pchilik fuqarolarimiz endi boshqa avtobusda aldangan. Частный avtobus, mashinliklarning avtobusi bo'ladi, посредникlarning avtobusi bo'ladi. Bizniki davlat avtobusi bo'lgani uchun hech qanaqa aldov bo'lmadi, to'g'rimi? Lekin o'sha narsani ular tushunib yetishmaydi-da, faqat o'sha negativ fikrlarni yozishyapti, noto'g'ri fikrlarni yozishyapti-da. Biz ularga to'liq mana shunaqa ma'lumotlar berish uchun mana shu kecha avtobusda mashinamiz bilan ham keldik-da. Hamma ko'rsin, kuzatsin. Hammasi haqqoniy davlat avtobusiligini bilishligi uchun mana shu yerga keldik. Mana ko'rib turganinglardek, hamma yo'lovchilarimiz hozir joylashtirishdi, hozir chegarada tushishadi, yuklari bilan o'tishadi, yana keyin avtobusga qaytib joylashib, Qozog'iston Respublikasi orqali Rossiyaga harakatni davom ettirishadi. Sizlar ham mana shu yo'nalishda avtobusimizda ketmoqchi bo'lsangiz, bemalol ekranda qoldirilgan telefon nomerlariga telefon qilishinglarni so'rab qolaman. Boshqa hech kimga ishonmanglar, faqat mana shu avtobusda, UzAvtoTransservis avtobusida ketmoqchi bo'lsangiz, faqat shu ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilishinglarni iltimos qilaman. Chunki boshqa telefon nomerlariga qilsanglar, sizlarni aldashlari mumkin yoki nima deydi? Sizlarni ortiqcha ovoragarchilik, qiyinchiliklariga sabab bo'lib qolishi mumkin. Sizlarga shunaqa qiziq ma'lumotlarni berib borganim uchun mana shu ma'lumotlarni ham yaqinlarga, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hamda mana shu videoroligimiz bo'yicha, yo'nalishimiz bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib, like tugmalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.